havo yerdan necha kilometrdan keyin tugaydi? Buni oldin aytganlar, ya'ni havo yerdan necha kilometrdan keyin tugaydi, bu umuman tugamaydi, umuman olganda, lekin uni zichligi jiddiy ravishda kamayib ketadi. Jiddiy. Lekin u bir yer nima deydi, fazoni bir chekkalarida ham 3 ta 4 ta molekula aylanib yurgan bo'lishi mumkin ekan. Buni oldin aytib o'tganlar. Misol uchun geostasionar balandlikdan ham yuqorida ham havo molekulalari topilganda. Endi uni lekin siz tutib olib o'zingizga kerakli kislorodni ololmaysiz. U tog'ning tepasiga chiqqanda maza qochib qoladi, ya'ni juda ham baland bo'lsa agar. Bilasizmi, alpinistlar eng cho'qqilarga chiqqanda kisloroddan foydalanadi. Buni ham misol uchun bitta simulyatsiya tasvirlab beraman. Kosmosda bitta kosmonavtning skafandri $1 million turadi. Juda qimmat, o'ta kuchli material mavjudda, chunki bu material juda katta bosimga bardosh berish kerak. Bizning organizmimiz shu narsaga moslashganki, 1 atmosfera bosimi, ya'ni 100,000 paskal. Bu juda yuqori bosim aslida. Bizning organizm shunga moslashgan. Biz sun'iy yo'ldoshga chiqqan vaqt, yo'q, kosmosga chiqqan vaqtimizda havo sharida yuradi. Ko'plar o'ylaydiki, shu kislorod og'ziga mana bunday ulab qo'ysa bo'lmaydi. Yo'q, aslida bizni kojamiz bilan, ya'ni terimiz bilan ichkarimizdagi qonimiz, qon bosimimiz bilan muvozanatda turadi. Ya'ni bir-birini havo bosimi ichkariga taradi qonimizda. Tashqariga. Qon tashqariga taradi, koja o'rtada, teri muvozanatda ushlab turadi. Bu yoqqa ham ochilib ketmaydi, bu yoqqa ham. Xuddi tasavvur qiling, eshik turibdi, eshikning orqa tomonida havo, ichkarigi tomonida esa qon. Ikkalasi bosib turibdi. Agar tashqaridagi atmosferani, havoni shuni olib tashlasak nima bo'ladi? Yoki tashqaridan bir kishi itarib turibdi, ichkaridan bir kishi itarib turibdi, bir-biriga qarama-qarshi muvozanat turibdi. Agar bir tomon kuchni qo'yib yuborsa nima bo'ladi? Ikkinchi tomon buzib chiqib ketadi. Kosmosda skafandrning ochilib ketishi tamom. Eng azobli o'lim. Ya'ni sekundning qandaydir o'lishdi. Butun tanamizdan qon yorib chiqib ketadi. Sekundlarda umuman odam tanib bo'lmaydigan darajada bo'lib tashlaydi odamni. Hamma qismidan, butun qismidan u kisloroddan o'lmaydi odam, kislorodsizlikdan. Kislorodsizlikdan misol uchun necha minut, 1 minut, 2 minut ham chidaysiz, turishingiz mumkin. Lekin bosimsiz chidab bo'lmaydi. Butun tanamizni to'liq yorib chiqib ketadi. Xo'p, hamma sizga salom bergan. Rahmat. Salom. Dengizlar nimani hisobiga oyga qarab harakatlanadi? Juda yaxshi savol. Shuni boya oy deganda o'zi xayolimga kelganda aytib ketish, ya'ni oyning gravitatsiyasi qachon yo'qoladi degan savol degan bitta javob. Hech qaysi jismning gravitatsiyasi yo'qolmaydi. Ya'ni masofa cheksiz, faqat boya kuchning miqdori teskari kvadrat funksiya qonuni bo'yicha keskin kamayib ketadi. Endi oyimiz ma'lum bir dengiz yoki okean bo'ylarida, dengizda sathlarni o'zgartiradi. Ya'ni oyning gravitatsion tortish kuchi oyning kelishiga qarab ayrim davlatlar dengizning ko'tarilishini yoki tushishini prognoz qiladi oldindan. Ya'ni shu oy chiqadi deydi, shu kuni deydi, bizning dengiz sathi mana shuncha bo'ladi deydi. Ya'ni oyning gravitatsion tortish kuchi yerdagi suvning, ya'ni ko'tarilishiga sabab bo'layapti. Gravitatsion tortish kuchi. Bu ham misol uchun haqiqatan ham oyning gravitatsion tortish kuchi haqiqatan mavjudligini isbotlab beradi. Shahzodbek, sizga kattakon rahmat. Ajoyib ma'lumotlar.